Yosh bolali onalar uchun topishmoq. U har bir bola organizmi uchun har kuni va har doim zarur. Ko'pincha uni yetishmovchilik uchraydi, lekin bola organizmi uchun u juda ham muhimdir. U immun sistemasining fundamentidir. Shu sababli organizmni turli xil kasalliklarda o'zini tezda tiklab olishi uchun zarur hisoblanadi. U muskullar, organlar, tirnoqlar va sochlar uchun asosiy qurilish materialidir. Javobini eshitga tayyormisiz? Bu oqsildir. Oqsillar asosan quyidagi mahsulotlar tarkibida juda ham ko'p miqdorda uchraydi. Bular go'sht mahsulotlari, parranda mahsulotlari hamda baliq mahsulotlari. Bundan tashqari tuxum, tvorog hamda donli mahsulotlarda ham oqsil miqdori ko'p hisoblanadi. Agar farzandingizga oqsilga boy bo'lgan mahsulotlarni yetarli miqdorda bersangiz, turli xil kasalliklar kuzatilmaydi. Agar farzandingizda oqsil yetishmovchiligi bor-yo'qligini bilishni xohlasangiz, pediatr ko'rigiga shu raqamlar orqali yozilishingiz mumkin.